Umuman bilinmayaptimi cho'yim? Okey. Opa o'zbekmisizlar? Bittani so'ramoqchi edimda. Men student edim. Ozgina qiynalib qolganda agar qo'lingizdan kelsa yordam qilish iloji bormi? Obedlayman nimadir. Obeddaman. Qanday boshlaryapsiz? Samarqanddanmisiz opa? Yo'q, Ha. Opalar, sizlarga abdush rahmat. Biza kontent olayotgandik. Nima xafa bo'lmaysizlar, pul uchun emas. Boya o'zbek oshxonasi edilar. Endi 1 minut to'xtab turinglar, opa, 1 minut. Tojikiston Bappesh. Opa o'zbekmisiz? Ha, bitta narsa so'ramoqchi edim, opa. Assalomu alaykum. Opa o'zbekmisiz? Xola, studentman bu yerda ozgina qiynalib qolganman. O'shanga yordam qilish iloji bormi? qancha deysan? Yo'q, men bilmayman, masalan, kecha ham ovqatlanmaganman, o'shanga ozgina. Qo'lingizdan, ko'nglingizdan chiqquncha ozgina qiynalib qolgandim. 100 lira bering. Meni anaqa ko'chikdarisizmi? Mayli, xola, endi ko'nglingizdan chiqqancha. Qayerliksiz? Samarqandlikman, xola. Nima qilyapsan bu? O'qiyman, xola. Xola, sizga katta rahmat. Menga pulingiz kerak emas. Men musofirlarning hayoti bo'yicha video nima qilaman. O'zbek oshxonasida ishlayman o'zim. Ya'ni bu yerda musofir yurganlar qanaqa bir-biriga yordam beradi, bermaydi, o'sha narsani ko'rsatish uchun edi. Yo'q, xola, biz sizga sovg'amiz bor. Siz nima qilib turing bo'ldi. Bizning o'zbek oshxonamizda issiqmon, hozir chiqqan. Nima qilasiz, xola? O'qiysanmi sen? O'qiyman, ishlayman, xola. O'zbek degan noming bor. Yo'q, xola, menga pul muhim emas, menga odamlarim o'zbeklik bo'lgan paytda yuz burib ketadimi yoki yordam berishga harakat qilaman. Qiynalib qolgandim, studentman, o'sha uchun nima qilyapman, xola. Agar qo'lingizdan kelsa, obedlayman nimani. Neralisan? O'zbekistonman, xola. Samarqanddanman. Samarqand. Xola, to'xtang 1 minut. Men bu nima emas, men o'zim o'zbek sofrasida ishlayman. Bu video olayotgandim faqatgina, bu nima emas. Ya'ni bu yerdagi o'zbeklarni bir-biriga qanaqa yordami deb o'zimizdan chiqqan issiqman. Sizga bizdan qadarga. E'tibor berganingiz uchun. Yok. Siz beni böyle tanımadan yorum E'tibor yapıyorsunuz bergan. falan. Yo'q, xola, rahmat. Bir tanısanız var ya, E'tibor hasta mı bergan. olursunuz? Hepimizden razı olsun. Ama işte ben de öyle herkesle tanışmıyorum. Ne yaparsın? Chatten der bana patron manitalar genelde diyor ki